Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli, chorva ishqibozlari, Baxmal Anguslar kanalining qadrli obunachilari. Bugungi video roligimiz Jizzax viloyati Baxmal tumani Uzunbuloq qishloq fuqarolar yig'ini Yangiobod qishlog'idan bo'layapti. Dehqon akamiz, ya'ni tog'amizning xonadonidan o'zini sotiladigan buqalari bor ekan. Bitta avlikol buqasi, mana avlikol buqalari, bo'ylari 1.25 atrofida. Живой vesini endi bilmadim buni. Chamasi 350 plus shu atroflarda chiqib qoladi. Ikkinchisi Angus buqamiz, Angus paroda buqamiz. Mana quloqlarida sirg'achalari, briflari ham bor. Angus buqamiz. Ikkinchisi keyingisi gibrid buqa bu. Qandaydir rossiyskimi, o'shanday olato'v bilan chatishganmi? Mana bu ham gibrid, to'rtinchisi ham. Bular sotiladi. Bemalol telefon qilib, ekranda nomerlarni qoldiramiz, telefon qilib, savdolashib, tortishib olaverasizlar. Inshaalloh to'rtalasi ham sotiladi. Sog'lom, yeb ichishlari zo'r. Yeb ichishlardan umuman muammo yo'q, yeb ichishlari udar, hammasini sog'lig'i joyida. Agar mol yemasa, ichmasa, bir hafta 10 kunga garantiya beriladi. Bemalol molni qaytarib olib kelsalaringiz, mol o'zlariniki bo'ladi, yana pullaringiz qaytarib beradi. Molga garantiya. Hammasini sog'lig'i joyida. Ukollarni olgan, emlashlarni olgan, kasalliklarga betkana va hokazo. Demak, nomerlarni ekranda qoldiramiz. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Yakka holatda so'raganlarga yakka holatda, umumiy to'rtalasini bir joyga olaman deganlarga ham sotilaveradi. Narxini necha pul deymiz, tog'a? 80 million so'm kam bor ekan. To'rtalasiga 80 million so'm kam bor ekan. Bemalol telefon qilib so'raverasizlar 20 million so'mdan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 80 million so'm to'rtalasiga 80 million so'm so'rayapti. Bemalol telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Mana Angus, avlikol, mana bu ikkalasi